Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi qo'shimchamiz bu Goitta. Goitta qanaqa qo'shimchaligini hozir ko'rib chiqamiz. Goitta koreys tilida hozirgi davomiy harakatni ifodalaydi. O'zbekchaga yapti, yapman, yapmiz deb tarjima qilinar ekan. Hozirgi davomiy zamon qo'shimchasi ekan, buni bildik. Fe'l ildiziga goittani shunchaki qo'shamiz va undan keyin hozirgi zamon qo'shimchasi qo'yiladi. Yapti demoqchi bo'lsak, masalan, misoliga qaraymiz. Bu birinchi misolga qaraymiz. Chonin pabil mokko issoyo. Itta fe'liga oyo qo'shilyapti. Zamon qo'shimchasi goittadan keyin qo'shiladi. Men ovqat yeyapman. Chinguga chegil ikko issoyo. Do'stim kitobni o'qiyapti. Mo hago issoyo. Nima qilyapsiz? Haksingdiri undongjangeso nolgo issoyo. O'quvchilar sport maydonida o'ynayapti. Endi eng oxirgi gapga qaraymiz. Hangugoril kongbuhago issoyo. Koreys tilini o'rganyapman. Demak, davomiy harakatni ifodalayotgan paytimizda goittadan foydalanamiz. Yapti, yapman, yapmiz deb tarjima qilinar ekan. Bu grammatik qo'shimcha hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.